Uylanmaganlar uchun yo'qmi opash, bo'ydoqlar uchun hazil she'r. Dushman ko'zi kuysin deb olgan edim Mercedes, telefon esa Nokia kompaniyasi MTS. Ko'zimda qora ochga kiyinganman konkret, eski og'izda esa yangi palmal sigaret. Mashinamning laqabi tez yurar qora boomer, magnetofon disketli kolonkasi subwoofer. Mashinamni ayamay katta yo'ldan bosardim, har qanday mashinadan yuzdan oshmay o'zardim. Olisdan biri go'zal qiz qo'lini siltab qoldi, Mercedesga qo'shilib yurak ham to'xtab qoldi. Mashinamga mindirib qayga dedim go'zalga, dedi ko'zini suzib haydang istagan joyga. Mashinamga gaz berib yana qushday uchardim, bir ovloqqa yetganda Mercedesni o'chirdim. Ana fursat, ana payt janjal boshlandi, shu payt dedim qiziga termilib, dodingni Xudoga ayt. So'ramasdan sanamning labidan bo'sa oldim, mushtkelar shapaloq deb ko'zimni yumib oldim. Men kutgandan battarroq zarbani bera ketdi, yuzim ko'zim aralash tinmayin o'pa ketdi. Yuzi ko'zi aralash men ham o'pa boshlabman, uyg'onsa voh, yostig'im patin titib tashlabman. Shu payt onam baqirdi, sen ham otang naslidan, yostiqlar ham qolmadi sen bolaning dastidan. Hamma bo'ydoq shundaymikin, bu qandayin ko'rgulik yoki tabib aytgandek davosi yo'q kasallik. Bu dardimga davoni tez topmasam bo'lmaydi, ertadan qiz topib uylanmasam bo'lmaydi. Ana